Siz ham ozodlikni cheklash hamda uy qamog'ini bitta narsa deb hisoblaysizmi? Agar shunday bo'lsa, hozir 30 soniyada sizga bularning farqini tushuntirib beraman. Avvalambor, ozodlikni cheklash bu jazo turi hisoblanadi hamda u faqatgina sud hukmi bilan 1 oydan 5 yilgacha tayinlanishi mumkin. Uy qamog'i esa bu ehtiyot chorasi hisoblanib, u sud hukmi chiqqunga qadar nafaqat sudlanuvchiga, balki ayblanuvchi hamda gumonlanuvchiga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin. Ozodlikni cheklash jazosi qo'llanilganda mahkum doimo ichki ishlar nazorati ostida bo'ladi va o'sha joyni tark etishi, muayyan vaqtda ko'chaga chiqishi, ayrim joylarga borishi, internet ishlatishi yoki transport vositasini haydashi taqiqlanishi mumkin. Uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llanilganda esa shaxs uydan chiqmaydi, ayrim odamlar bilan gaplashmaydi, internet tarmog'idan foydalanmaydi va hattoki unga elektron braslet ham taqilishi mumkin. Ularning asosiy farqi shundaki, ozodlikni cheklash bu jazo turi hisoblanadi va hukmdan keyin qo'llaniladi. Uy qamog'i esa bu vaqtinchalik ehtiyot chorasi hisoblanib, tergov davrida qo'llaniladi. Shunga o'xshash mavzularda huquqiy bilimingizni oshirishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling.